Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 10-noyabrdagi 596-sonli ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga ijtimoiy nafaqalar tayinlash bo'yicha elektron shaklda ariza berishni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. Bu Falonchiyevlar oilasi. Ular o'ziga to'q holatda yashashadi. Mashinalari, mol-mulklari ham yetarli, ammo barcha narsa qarindoshlari nomida. Aynan shu sababli mahalladan bolalar nafaqasi va moddiy yordam mablag'larini tiyin-tiyinigacha sanab olishadi. Shu kabi oilalar sabab yonginasidagi, haqiqatdan ham muhtojlarga ajratilayotgan bolalar nafaqasi va moddiy yordam pullari haqiqiy egalariga yetib bormayapti. Stop! Endi bu kabi muammolarga o'rin yo'q. Endilikda bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash uchun arizalar nafaqat mahalla fuqarolar yig'inlarida, balki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida onlayn ariza taqdim etish yo'li orqali topshiriladi. Bu esa qog'ozbozliklarni va ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini oladi. Yana bir achinarli holat. O'z mulkini qarindoshlari nomiga rasmiylashtirib, nafaqa yoki moddiy yordam olish holatlari kuzatilmoqda. 2024-yil 1-martdan boshlab oilaning nomiga rasmiylashtirilmagan, biroq foydalanuvida bo'lgan avtotransport vositalari, ko'chmas mulklari hamda chorva mollari ularning arizalarida ko'rsatgan ma'lumotlarga muvofiqligi joyiga chiqqan holda o'rganib boriladi. Bu esa turli firibgarliklarning oldini olishi aniq. Endilikda muddati 12 yil. Agar oilaning nogiron a'zosi mavjud bo'lsa, 7 yildan oshmagan yengil avtotransport vositasi bo'lgan oilalarga nafaqa tayinlashni rad etish yoki to'xtatish amaliyoti joriy etiladi. Ushbu chora ham bolalar nafaqasi va moddiy yordam puli haqiqiy egalariga yetib borishiga zamin yaratadi. Nafaqalar to'lovi davrida ba'zi oilalarning iqtisodiy ahvoli yaxshilanib, daromadi oshmoqda. Ular tomonidan ko'chmas mulk yoki avtotransport xarid qilinmoqda. 2023-yil noyabrdan boshlab bunday oilalarning iqtisodiy ahvoli o'zgarishi har oyda ariza talab etmagan holda avtomatik tarzda qayta o'rganiladi. Kam ta'minlanmagan oila deb topilgan oilalar reyestrdan chiqariladi va keyingi oydan nafaqa to'lovi to'xtatiladi. Endilikda ruhiy kasalligi sababli dispanserda rasmiy ro'yxatdan o'tgan, biroq nogironlik belgilanmagan fuqarolardan bandlik talab etmaslik bo'yicha imtiyoz beriladi. Hamda oilaning kam ta'minlanganligi sababli temir daftar ro'yxatida 1 yil majburiy bo'lish sharti chiqarib tashlanmoqda. Natijada haqiqatda muhtoj oilalardan rasmiy bandlik talab etmasdan nafaqa tayinlanadi. Shuningdek, rasmiy nikohi bekor qilinmagan, biroq alohida yashayotgan bo'lsa-da, aliment to'layotgan turmush o'rtoqlari endilikda oila tarkibiga kiritilmaydi. Natijada haqiqatda muhtoj oilalargacha yuqorida sanalgan nafaqa pullari yetib boradi. Bu faqat balandparvoz gaplar emas, amalga oshiriladigan aniq maqsad va rejalardir. Batafsil Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 10-noyabrdagi 596-sonli qarori bilan tanishib, bilib olishingiz mumkin.